Barmog'imda keladigan shu metall bo'lagi naqd 500 ming so'm desam, ishonasizlarmi? Xuddi shunaqa bu hozir 12ligi, agar 14liklari naqd 700 ming so'm, 800 ming so'mdan oshadi, uzunligi xuddi shunaqa sal qalinroq. Bu degani bizning sohada o'z-o'zidan narxni balandligi qilayotgan ishlarimiz uslugasi qimmatlashganligini bildiradi. Bu hamma kelayotgan instrumentlar Xitoydan, Yevropadan kirib keladi. Hozirgi mojarolar orqasidan bularning ham narxi sama-saboy oshib ketgan. Shuni hisobiga endi kelayotgan ishlarimizni qimmatroqdan olishga majbur bo'lyapmiz. Bundan tashqari bitta qurilma zakaz qilgandik. Shu instrumentlar yedirilishi natijasida ishdan chiqsa, biz u qurilma orqali bularni yana ozgina yaroqli holatga keltirsak bo'ladi. O'ta yangi holatda bo'lmasa ham yana qaytadan ishlatsak bo'ladi. Bu degani narxni nisbatan sal ushlab turishimizga yordam beradi. Hozir shuni ochib sizlar bilan ko'ramiz. Agar yoqsa yoki shunaqa frezalarni chaqlash xizmati kerak bo'lsa, albatta murojaat qilasizlar. Quyida raqamlarni qoldirib o'taman. Mahsulotimiz 2,5 oy deganda yetib keldi. Hozir sizlar bilan ochib ko'ramiz va ichida nima borliklarini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rin mana ko'rasizlar. 19-mart bo'lsa, O'zbekistonga chiqarilgan bo'lsa, ungacha yetib keldi. Hozir krishkasini ochdik. Ochganimizda qo'llanmasi bor ekan. Xitoycha. Ko'rasizlar, mana qanaqa qo'llanishi boshqalari chekkaga qo'yib qo'yamiz. Hop. Va instrument degan bo'lsa, mana bu pitaniyasi. Nimasi ekan? Sanga o'xshayapti. Nimadir chiqdi. Sangalar. Not. Ko'rsak bo'lar ekan. 6lik, 4lik, 10lik, 8lik, 14lik, 12lik. Shunaqa frezalarni chaqlaydi bu. Ya'ni ko'tarib ko'ramiz. Juda og'ir gidida. Qo'yib qo'ysak ham bo'lar ekan. Wow. Mana shunaqa qurilma ekan. Hali parametrlar shu 14 mm, 14lik frezalarni chaqlaymiz. Xudo xolasa, sizlarga ham agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xabar qilasizlar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz, podдержка qilamiz. Ya arzonroq qilib chaqlab beraveramiz, чтобы hozirgi bozor narxlari oshib ketgan vaqtda bu eng kerakli qurilma hisoblanadi. Shunaqa ekan, bizda bu hali yangiliklarning boshlanishi, podдержка qo'yinglar. YouTube kanalimizga a'zo bo'linglar. Sense Technology saytimiz ham bor. Degan ishlarimizni yuklab qo'yganmiz. Bemalol o'tib a'zo bo'lsanglar bo'ladi. Sizlar bilan doimgidek Sense Technology va uning ijodkori Sirojiddin Sevarov bo'ldi.